Assalomu alaykum. Humoyun Ustoz kanalini kuzatib borayotgan hurmatli yurtdoshlar, kanalimiz obunachilari, ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, aziz yurtdoshlar, sog'misizlar, salomatmisizlar? Hurmatli yurtdoshlar, navbatdagi mana uzum tokimizni o'z joyiga chiroyli qilib ustanovkalarini qilib berdik. Bu uzum tokimizni Namangan viloyati Uchqo'rg'on tumaniga olib kelib zakaz bo'yicha o'rnashtirib berdik. Albatta videolarimizni oxirigacha ko'rsalaring, o'rnatgan uzum tokimiz bo'yicha ma'lumot berib o'tamiz. Qanaqangi materiallarda yasaldi bu uzum tokimiz, qanaqangi kraskalar sepdik, metr kvadratini necha puldan olib kelib o'rnashtirib berdik. To'liq ma'lumotlarni berib o'tamiz va shunaqangi uzum toklar, naveslar, hovlisini yoptirmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimiz bo'lsa, bemalol ekrandagi nomerlarimizga aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa xizmatlarimiz O'zbekiston bo'ylab. Aziz yurtdoshlar, bu uzum tokimiz ana shu katta tarafi 14,5 metrga 4,5 metr razmerda bo'ldi va kichkina tarafi 270 ga 7 metr razmerda bo'ldi. Bu mana shu ko'rib turgan firmalaring tepasi 6 ga 4lik 1.7 lik, pasti 4 ga 2 lik 1.7 lik stenali profilda bo'lgan. Juda ham baquvvat holatda chiqdi. Mana shu xorilari 8 ga 8 lik 1.7 lik stena, taglari 4 ga 4 lik, mana shu bagati kashagullardan qo'yib chiroyli holatda qilib mana o'rnashtirdik. Kraskalariga to'xtalib o'tsak, kraskalari mokriy asfalt svetda va mana shu es gullari tillarang svetga bo'yab chiroyli qilib yasab bitkazib o'rnashtirdik. Aziz yurtdoshlar, albatta mana shu har bir firmalarimizni orasi 1.15 santimetrdan chiqdi. Bemalol ustida odam yurib tonnalab yukni bemalol ko'taraveradigan holatda bo'ldi. Shu ustini xohlasa leksanda, xohlasa tunduka yopib, bemalol naves qilib qo'yadigan holatga keltirib qo'ydik. Ana juda ham chiroyli holatda chiqdi. Albatta ishlarimiz yoqsa bittadan like bosib, kommentariyada o'zlaringni qiziqtirgan savol, fikrlarni bemalol qoldirib o'tishlaring mumkin. Bu uzum tokimizni aziz yurtdoshlar 1 kvadrat metri hozirgi holatga 250 ming so'mdan tushyapti. Albatta polni qalin temir mahsulotlardan yasalganligini hisobiga. Endi hozirgi kunda 150 mingdan 300 minggacha yasalyapti. Holatiga qarab, materialiga qarab kelishilgan holda yasab tayyorlab beryapmiz. Aziz yurtdoshlar, bemalol ekrandagi nomerlarimizga aloqaga chiqaverasizlar. Shaxsan o'zim nomerimni qoldirib o'taman. Albatta shu uzum tok naveslarni katalogini tashlab beramiz. O'zlaringga yoqqan fasonni tanlasalaring, xudo xohlasa chiroyli qilib aytilgan zakaz qilingan manzilga olib borib ustanovkalarni qilib beramiz. Rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.